Do'stlar, video avvalida sizlarga Beast Gamer o'z kanaliga obuna bo'lishingizni tavsiya qilib o'taman, chunki u yerda judayam qiziqarli videolar bor. Minecraft haqidagi va boshqa o'yinlarni ham u yerda uchrashingiz mumkin. Ссылка описанияda. Albatta ishga ichib borish yaxshi emas, lekin Jenurson. Endi hozir ochish kerak bu. Yama-yo. Ya'ni, Jenurson har doim shunaqa vaqtda kelib qolishadi. Kim ekan endi? Kim? Hozir ochyapman. Assalomu alaykum. Va alaykum. Kecha bu yerda qotillik bo'lgan. Nima? Qachon? Qanaqa? Kecha tunda bir qizni o'ldirib ketishgan. Jenurson kim ekan? Hozircha shaxsini aniqlaganimiz yo'q, lekin siz g'alati biror nima eshitmadingizmi? Axir shu yerda yashaysiz, birinchi qavatda. Yo'q, bizda maktabda yaqinda ta'til bo'ladi, shuning uchun 2 kundan beri tuni bilan ishlayapmiz. Kecha lekin men soat 9 da qaytganim, hech narsani eshitganim yo'q. Ha, tushunarli. Agar biror nimani bilsangiz bizga xabar berasiz degan umiddaman. Albatta. O'zi nima bo'ldi? Hammasini hozir aniqlashtiryapmiz. Mayli, unda men qo'shnilaringiz bilan gaplashaman. Xo'p. G'alati, judayam g'alati, lekin kim bu ishni qilgan bo'lishi mumkin? Mayli, hozir ovqatlanib olay, hammasini ko'chaga chiqib aniqlashtiraman. Keyin nima bo'ldi? Keyin esa men uni bashirasidan bitta soldim. Shu bilan qaytib turmadi. Va shu ishdan keyin meni maktabdan haydashdi, lekin mana bosh bas ham yo'q, Jenurson. Unda keta qolaylik. Aytgancha men senga bir narsa ko'rsatmoqchi edim. Nima ekan? Hozir pastga tushaylik, ko'rsataman. Jenurson, yana chakish uchun biror nima olib keldingmi? Yo'q. Bu safar maktabda unday qilmaymiz. Menda boshqa narsa bor. Voy bolalar, yoqqa. Shunchaki kiyinish xonasiga. Hozir 1 daqiqa. Jenurson qorovulum cho'nga tegdi. Har safar tegaveradi. To'g'ri aytasan. Shu yerda hech kim yo'q. Juda ham yaxshi. Kiyinish xonasiga deding-ku. Kelib qolsa nima bo'ladi agar kiyinish xonasiga desam? Nima qilyapti tekshirsa? Nima ekan? Xullas, menimcha bunaqasini kutmasang kerak. Bila qol. Qara menga nima olib berishdi. Nima? Hozir ko'rasan. Mana. Jenurson. Qani olib berchi. Sekin, bu katta yigitlarning o'yinchog'i. Tushunarli. Zo'r gapirish mumkin emas. Bu bilan kechasi ovga chiqamiz. Ovga? Va dadang shuni senga olib berdimi? Yo'q, o'zim sotib oldim yig'gan pulimga. Demak dadang bilmaydi. Albatta bilsa meni o'ldiradi. Shuning uchun ham buni maktabda saqlayman. Maktabda aqlli o'zim agar bu yerda topsam o'ldirishadi. Hech qisi yo'q, yashirib qo'yamiz va qayerga yashirishni bilaman. Asosiysi hech kim bilmasa bo'ldi. Kechqurun nima qilamiz? Shunchaki chiqamiz va mahalla-ahvolni qo'rqitamiz. Biror narsani tortib olishimiz mumkin. Masalan, pullarni axir bu o'yinchoqni pulini to'lashim kerak, to'g'rimi? Axir sotib olmading-ku. Faqatgina qarzga. Bilasanmi, mana bu burchakka yashirib qo'ysam bo'ladi. Shunda hech kim buni bilib olmaydi bu yerdaligini. Stop. Buni qara, nimadir topdim. Yo'q, borish niyatim yo'q. Bu maktab juda ham g'alati, shahar ham. Okey. Unda o'zim tekshirib ko'raman, xo'sh. Jenurson, bu yerda energetiklar. Nima? G'alati, balki u yerga bekor qo'yib ketishmagandir, zaharlangandir. Nimalar deyapsan, bo'lishi mumkin emas. Bu yerdagi hammasi hali ona suti og'zidan ketmagan bolalar. Shunchaki pul yig'ilishib sotib olishgan va maktabda ichish uchun bu yerga qo'yishgan. Lekin endi bularning hammasi meniki. Bizniki. Shunday, bizniki. Yaxshi, endi bu yerdan ketsak. Stop, axir bu yerga yashirishgan-ku, demak, yana bu yerga kelib topib olishlari mumkindir, Jenurson. Yaxshi, xayolingga endi aytmoqchi edim. Har doim oxirida aytasan. Bo'pti, hozir yo'q, bo'ldi. Buni boshqa yerga yashiramiz. Qayerga? Masalan, hojatxonaga. U yerda bir joyni ko'rganim, tepa qismiga yashirsak bo'ladi. Xo'sh. Asosiysi bizni ko'rib qolishmasa bo'lgani. Umtilamanki, hech kim yo'q. Yaxshi bo'pti. Hozir oshpaz qaytib ko'raylik. Jenurson, hali ham qorning ochmi? Axir ertalabdan beri hech narsa yeganim yo'q. Shuning uchun ham yeyish kerak edi. O'rgatma. Jenurson, hali ham yo'q. Omading kelmadi. Hech qisi yo'q. 2-soatgacha kelib qolishi aniq. Mayli, ungacha yashirishga ham, darsga kirishga ham ulguramiz. Yana ustoz gapiradi. Hech qisi yo'q. Qartaka vaysab yana og'iz ochadi. Ungacha esa xo'sh.
Mana shu yerga hammasi men aytgandek tepa qismiga yashirib qo'yamiz. Shunchaga qo'yib qo'ysak ham topib olishmaydi. Baribir hech kimni u yerga sakrashga bo'yi yetmaydi. Hammasini tashlash kerak deysansan. Dumalab tushyapti. Zo'roqqa otish kerak. Yaxshi. Mana bunday. Dumalab tushyapti. Men otib turaman. Shart emas. Yana qo'lingda portlab ketmasin bolakay. Bo'ldi endi zo'r ekansan, tabriking bor ekan. Endi ustimga kiraverasanmi? Bu kulish emas, tushunursan. Bular juda ham xavfli. Xavfli cho'ntagingni olib yuribsan. Biror yerga o'tirganingda portlab ketsa-chi? Orqa cho'ntagimda emas, xavotir olma. Bolli ketsak ham bo'ladi. Ishonching komilmi? Faqat qara. Hech kimga yo'llab qo'yma, tushundingmi? Nimalar deyapsan? Axir ahmoq emasman. Ajoyib, ketdik. Yaxshi, endi darsga. Menimcha qamadirsan oldim va maktabga otlansam ham xabar xolos kimdan kelibdi ekan? Jinursun. Femidan. Hello derp, qaytib keldim bu yerga. Endi boshqa hech kimim yo'q. Sizda ham nima bo'lganini tushunmadim menda. Uy haqida bo'lsa kerak. Bilaman, endi men onamni tug'ilgan shaharlarda yashayman, qarindoshlarimiz bilan. Bu yerga xayrlashish uchun qaytdim. Tomga chiqish yo'li yopib tashlangan ekan. Kirish joyida bo'laman. Tushunmadim. Qaysi kirish joyida? Femi kelar ekan. Asosiysi kirish joyida bo'laman deb, demak hoziroq meni pastda kutib turgan bo'lsa kerak. Jin ursin do'stlar, axir bu zo'r-ku. Shuning uchun tezroq shoshish kerak, Hozir do'stlar, yaxshi. Tezroq do'stlar o'rganishimiz kerak. Femi kelsa ajoyib bo'ladi. Bilasizlarmi, gap bo'lishi mumkin emas. Undan tashqari do'stlar, biz janob qorovuldan bir ikkita instrumentlarni olishimiz kerak. Shunda uyimizni, ya'ni shurdagi xonani biroz bo'lsa-da yaxshilab olishimiz mumkin bo'ladi. Men o'zimni buzilgan ana shu eski uyimdan narsalarni olib kelaman. Doskalar menda bor, qolgan narsalarni olsam bo'ladi. U yerda pechka va versak. Yo'q, rostdan ham yopiq. Kim meni qamab qo'ydi, tushunmadim. Jinursa mayli. Hozir boshqa kellar derazadan chiqib ketamiz shunchaki. Yo'q. Bu yerda yo'q. Yog'och qilib kelyapti. Mana shu yerda ochiq oyna bor, havo almashish uchun ochib qo'ygandim va bu yerda generator. Ajoyib tush bo'ldi ekanda. Dalshi ketsak bo'ladi. Lekin tushunmadim. Femi yo'q bu yerda. Tushunarli, eshik ham yopiq. Yopiq. Xo'sh do'stlar, agar biror yerga yetgan bo'lsa, albatta xabar yozadi. Ungacha do'stlar kelinglar ichkariga, anarog'i maktabga boramiz. O'sha yerda baribir hozir dars boshlangan, lekin dars boshlangan bo'lsa ham do'stlar, bilasizlarmi, energetiklarimizni olishimiz kerak. Shunda biz ularni sotishimiz mumkin bo'ladi. Hozir assalomu alaykum janob qorovul. Va alaykum assalom. Janob qorovul, bilasizmi, menga bir ikki narsa kerak edi. Aynan nima? Xullas, instrumentlar. Mayli, sizga keyinroq aytib beraman. Hozir esa ajoyib bir ishni qilishimiz kerak do'stlar. Bilasizlarmi, hamma energetikni shundan olamiz va sotamiz. Shunda uyimga, ya'ni o'sha yerdagi xonamga yana biror nimalar olishim mumkin bo'ladi. Chunki avvalgi safar sotganimizdan ancha vaqt o'tdi. Qanday narsalarim? Bu yerda axir energetiklar ko'palaydi. Tushunmadim. Kim o'g'irlagan bo'lishi mumkin? Nima bo'lgan taqdirda do'stlar, bu yerni yopib qo'yish kerak. Chunki topib olishgan va hammasi bo'ynimga qolib ketishi mumkin. Mayli, ketdik. Endigina ancha vaqt o'tdi va hech kim eslamaydi. Bemalol olishim kerak. Aniqroq olsam bo'ladi, sotsam bo'ladi deb o'ylaganimcha nursin. Yo'q, kulfat, ketidan kulfat, lekin mayli, hech bo'lmasa Femi kelyapti. Undan pul pul so'rasam bo'lmaydi. Shundoq ham ahvoli yomon bo'lsa kerak. Do'stlar, Femidan pul so'ramaymiz. Mendan hattoki so'ramanglar bu ishni qilishimni. Jinursin. Janob qorovul, yana bir bor assalomu alaykum. Va alaykum, yana bir bor. Xullas, sizga aytgandim-ku, nimani, narsalar kerak deb. Nima kerak senga? Instrumentlar, bolta va kirka. Nima ekan? Ba'zi ishlarni qilishga. Mayli, ishim tugaganda kel. Kechroqmi? Mayli, kechroq bo'lsa kechroq. Hozir iloji yo'qmi? Afsuski yo'q. Mayli. Bo'pti, sizga xayrli kun va ishingizga omad. Senga ham. Bo'ldi do'stlar, bizga janob narsalarni beradi. Ungacha esa do'stlar, uyimizni biroz bo'lsa-da epaqaga keltirib olishga harakat qilishimiz kerak. Chunki Femi kelsa, bilmadim qayerga taklif qilishni. Chunki tomga yo'qni yopib tashlaganman. Aniqroq sakrab o'tsa bo'ladi, lekin qiyinchilik tug'diradi. Bilmadim. Nima bo'lgan taqdirda ham Femi semli joyini ajoyib qilib qo'yishimiz kerak. Shunda yaxshi bo'ladi, xursand bo'ladi. Shundoq ham juda ham ko'p musibatlarni boshdan kechiryapti do'stlar. Shuning uchun ham biroz bo'lsa-da kayfiyatni ko'tarishga harakat qilamiz. Xo'sh, yaxshi.
Biroz adashib qolyapman. Tushunmadim. Ha, shu yerdan zinalar pal-partish qo'yib tashlangan, shuning uchun ham chiqib tushish bu yerga juda ham qiyin. Xo'sh, do'stlar, bilasizlarmi, hoziroq biz ishni boshlaymiz. Birinchi navbatda nima qilamiz? Bilasizlarmi, menda bu yerda bekka narsalar bor. Boshqa xonalardan men stollarni topib keldim va mana doskalar ham bor. Manzur stollar va bo'ldi, ozgina gilam va boshqa hech narsa yo'q. Xo'sh, bilasizlarmi, mana bu ryukzakimni ham yerga solib qo'yishim kerak. Aks holda ko'tarib yurib jonga tegdi. Ichida barcha daftarlarni olib qo'yganman, chunki choraklik tugayapti va bizga hamma daftarlarni berib yuborishadi. Stollarni bilmadim qayerga o'rnatishdi. Menimcha kerak emas, chunki bu yerda shunaqa ikkita stol bor va shular yetadi. Xo'sh, bilasizlar, mana bu korobkalarni bu yerdan olib tashlashimiz kerak, chunki xalaqit beryapti va xunuk ko'rinyapti. Hammasini olib tashlaymiz. Fermaga kirishga hammasi ajoyib ko'rinishda bo'lishi shart, do'stlar. Xo'sh, hammasini yig'ishtirib olamiz. Yaxshi, menimcha yana xabar yozsa kerak. Agar keladigan bo'lsa, agar kelmaydigan bo'lsa, shunchaki uyimiz sal bo'lsa ham chiroyli bo'lgan bo'ladi. Xo'sh, endi buni qayerga yo'qolsam kerak? Bilmadim. Menimcha joyida turgani ma'qul edi. Chunki hozir yana sovuq kira boshlaydi tun bo'lgandan keyin. Yo'q, uycha bo'lib qolyapti. Olib tashlaymiz va joyiga qo'yamiz. Qaytarib mana va bu yerlarga ham yaxshi tepaga qo'yamiz. Jinursimday bo'lishini istamagandim. Bu yoqqa u bo'ldi. Deyarli bo'ldi. Oxirgi korobka yetmay qoldi mana bu tarafga. Mayli. Mana buni olamiz va shu yerga qo'yamiz. Ajoyib bo'lsa, buni olishimiz kerak. Va mayli, shu yerda tura qolsin bu. Ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Hammasi yaxshi, avvalgidek shinamgina va hozir bilasizlarmi, yaxshisi men janob qorovulning yoniga qaytaman. Menimcha ish vaqt ham o'z nihoyasiga yetib qolgan bo'lsa kerak va menga yordam beradi. Shunda hamma yoqni toza qilib, chiroyli qilib, zo'r qilib olamiz. Ungacha esa shunchaki uni oldiga boraman va so'rab ko'raman. Menimcha janob qorovul qarshi bo'lmasa kerak uyimni yaxshilab olishimga. Mayli, bo'ldi, videoni to'xtataman. Xullas, do'stlar, hozir sizlarga uyni ko'rsataman. Ancha vaqt o'tdi va buni qaranglar, tepaga derazada turadigan nimasi ekan, jalyuzilarni olib kelib qo'ydim va endi bu yer juda ham zo'r bo'ldi. Buni qaranglar, bu yerda pechka, verstak gap bo'lishi mumkin emas. Ha, do'stlar, aytishim mumkin. Pechka, verstak hayron qolyapsanmi deb. Ha, do'stlar, chunki bu yerda вообще nimasi ekan, juda ham yomon ahvolda yashayapman va pechka, verstak juda ham zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib. Bu yerda stol, bu yerda yana bunaqangi tortma o'rnatdik. Yaxshi bo'ldi, menga janob qorovul shaxsan yordam berdilar. Bu yerda esa qolgan narsalarim turaverdi. Bu yerda ham bunaqangi shkaf bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Unda tashqari instrumentlar menda qolib ketdi, keyin qaytarib beraman ertaga. Ketib qoldilar, olib ketmasdan men ham esimga tushmabdi. Va bo'ldi, do'stlar, boshqa bu yerda ko'rsatadigan menimcha hech narsa bo'lmasa kerak. Xo'sh, stulni yoqib yuboramiz pechkaga, chunki shunaqa ham stullar bu yerda ko'p. U yerdan uyimdan ham stullarni olib kelmadim. Xullas, gap bo'lishi mumkin emas, do'stlar. Uyimni qanchaga baholaysizlar? Albatta, unchalik millionerlarning uyi emas, lekin hozirgi sharoitimizga to'g'ri keladi. Ajoyib uy. Ha, gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi. Ishonching komil bo'lishni qilishimiz shartligiga. Aha. Agar esimdan chiqib ketmaganda ertalab olib ketardik, ammo afsuski esimdan chiqib ketibdi. Shuning uchun ham hozir olamiz. Jinur seni. Aha, shunday. Xo'sh, kirish oson bo'ladi. Asosiysi mana bu yerdan yerni birozgina kavlab bo'lsak bo'lgan. Jinur seni yerni shunday kavlab ketaveramizmi? Albatta. Sen nima deb o'ylaganding? Hech nima, shunga oshib o'tamiz deb. Yo'q. Yertagidan osonroq. Okey. Bo'la qolsa ham olib ketmasdan orqamdan tushaver. Aha. Yaxshi, kelyapsanmi? Ha. Xo'sh, qani bu yerda birov bormikan? Menimcha hech kim yo'q, chunki tunda bo'lishmaydi. Na qorovullar, na o'qituvchilar. Eshik ochiq, yaxshi. Hatto bu yerdagi eshik ham ochiq qolgan. Okey. Qorovul ham yo'q. O'zim ham shunday bo'lgandim, lekin chiroqlar negadir o'chmagan. Ha, bu yerdagi chiroqlar hech o'chmaydi. Bizda esa o'chadi. Uyimizda, maktabda hech kimga kerak emas vaqtda tunda yonib turadi. To'g'ri. Bo'pti. Hozir olamiz qurollarni va ketamiz. Eshik ochiq ekan sekin. Xo'sh. Hech kim yo'q. Yaxshi. Yaxshi. Mana oldim. Ajoyib. Endi nima qilamiz? Endi esa aylanib hozir tunda yurganlarni topamiz va o'zing bilasan. O'ldiramizmi?
Yo'q, shunchaki qo'rqitamiz va pulni olamiz. Keyinchi, Pul olgandan keyin esa dori sotib olamiz. lekin dori uchun bilasanmi nima bo'lishini? Bilaman, hech qisi yo'q. Ular sotishmaydi bizni. Okey. Vash, bo'pti, hozir chiqish joyini ko'ramiz, eshikni yopish kerak. Shu bilan bu yog'iga butun chiqyapsanmi? Ha. Bu yog'iga butun ta'til davomida pulni ishlaymiz odamlarni. Okey. Hech kim yo'q, bo'ldi, chiqa qol. Chiqsam. Yaxshi. Hozir bu yerni ko'mib tashlayman. Va bo'ldi. Agar birov bizni ko'rib qolsa-chi, ha? Buncha bu qo'rqoq bo'lmasa, hech kim ko'rmaydi. O'tira olma bu yerda, hattoki kameralar ham yo'q. Qayerdan bilasan? Bilaman, bo'ldi, bu yoq bilan ishim bo'lmasin. Okey, bo'pti. Yaxshi, chiqa qol endi. Ko'rib qolsa-chi? Kim ko'radi seni? Shundoq ham kelib bo'ldek jenursa seni. Okey. Yaxshi, endi gazak ham bo'ladi hozir. Juda ham mazza bo'ladi. Mazza? Topamiz birortani. Okey. Xo'sh, lekin ehtiyot bo'l, tushundingmi? Bitta o'zingdami? Ha, albatta. Meniki ham o'zimda. Yo'q. Kechqurun tinchlik yo'q. Hozir chiroqni yoqish kerak. Bo'ldi. Yana kim yarim kechasi xabar yozyapti. Soat 11 bo'libdi. Yo'q. Xo'sh. Qani. Xabar. Do'stlar, Jinus FM-dan xabar kelibdi. Jinus axir unutib qo'ygandim. Lekin o'zi kelgani yo'q. Xo'sh, nima yozibdi ekan? Salom der, kutyapman, chiqing. Qanaqasiga tushunmadim. Axir yo'q, kelaman degandi va hozir tunda kelishga qaror qildi. Jenurson, lekin do'stlar, hozir sovuq shamol kelyapti, lekin hozir chiqa olmayman. Agar chiqsam sovuq otaman. Ertalab kelsa ham bo'lardi. Yo'q do'stlar, afsuski hozir unga yaxshisi javob bermayman va shunchaki uxlashda davom etaman xolos. Ha do'stlar, hech qisi yo'q. Biroz kutadi va ketadi. Keyin ertalab hammasini gaplashib olamiz. Ochib yubordim, uzr. Ungacha esa uxlayman. Sizlarga ham xayrli tun. Bo'ldi.